Bugun o'z quvonchli ayyomlarini qarshi olayotgan vatandoshlarimiz orasida Maftuna Xon opa ham bor ekanlar. Ushbu kun munosabati bilan Maftuna opani tabriklab, oila a'zolari, farzandlari, o'g'illari Obidjon, Nosirjon, qizlari Sa'diyaxon va alohida singlisi Rayhonaxon opamiz tabriklayaptilar. Samimiy tilaklarini biz tomonimizdan o'qib eshittirishimizni iltimos qilgan ekanlar. Bizda birozgina hayajonli daqiqalar. Assalomu alaykum. Mehri daryo, qalbi toza, sof iymonli bo'lgan mening jonim. Opajonim, sizni shukronalik ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Opajonim, mehribonim, yagonam, mening ikkinchi onam. Sizni dunyolarcha yaxshi ko'raman, opajon. Ilohim baxtimizga sog' salomat bo'ling. Tani joningiz sog' bo'lsin. O'ylagan barcha orzu niyatlaringizga bekamu ko'st erishing. Pochcham bilan uzoq yillar baxtli, mazmunli hayot kechiring, obajon. Farzandlaringizni, joylarimizni baxt va saodatini ko'ring. Kulgan yuzlaringiz, g'amni ko'rgan ko'zlaringiz hech qachon nam bo'lmasin. Allohim o'zi sizni o'z panohida asrab avaylasin. Sizni Alloh roziligi uchun ham yaxshi ko'raman, opajon. Bizlarni jamiki yaqinlaringizni baxtiga sog' salomat bo'lib yurishingizni yaratgan Allohdan so'rab qolaman. Opajonim, bo'ringizga shukrlar bo'lsin. Sizdek opam borligidan faxrlanaman. Menga bergan mehringizga gullar poyantoz bo'lsin. Ilohim eng yaxshi kunlarni ko'ring. Yuzlaringizdan, ko'zlaringizdan, so'zlaringizdan baxt ufurib tursin. Mehribonimiz, beg'uborimiz, ko'yunchagimiz, onam kabi qadrlikimiz. Bu samimiy beg'ubor qalbingizga aslo hech kim hech qachon ozor bermasin, opajon. Allohning eng suyukli bandalaridan bo'ling. Jamiki yaxshi tilaklarni siz uchun Allohdan chin dilimdan duolar qilib so'rab qolaman. Ijobat bo'lsin. Bugungi shukronali kuningiz yana bir bora muborak bo'lsin. Allohim bergan mehribon opam. Hayot yo'llarida bo'lmangiz hech kim. Nurli ko'zingizdan oqmasin danam. Duolarim ila yo'lladim tilak. Opajonim, tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Go'zal xonadonda siz farishta, mehribon ayolsiz ona sarishta, erkatoy singlingiz yo'llagay tilak. Opajonim, tavallud ayyomingiz bo'lsin muborak deb mana shunday chiroyli bo'lgan samimiy tilaklarni singlingiz Rayhonaxon opamiz nomlaridan qabul qilib olasiz, opajon. Yana bir bora loyihamiz ijodkorlari nomidan, yaqinlaringiz nomlaridan sizni maxsus tabriklaymiz. Yuqoridagi barcha tilaklarga biz ham qo'shilib qolamiz, opajon. Baxtingizga hech qachon ko'zlar tegmasin, mana degan baxtlilar sizga havas qilsin. Yana bir bora tabrigimizni qabul aylagaysiz.
yo'qdir sira